bitta qorabosh molga necha kilogramm silos berardingiz? Bundan hozir necha kilogramm silos beryapsiz? Molga endi 3 mahal berardik. Normal bo'lardi. Hozir bundan 2 mahal beryapmiz. Shunda ham o'sha aytgan narsamizni topyapmiz-da. Ha, demak bir mahal foydaga qolyapti. Foydaga qolyapti. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, hurmatli dehqonlar, hurmatli chorvadorlar. Mana bugun yana Andijon viloyati Baliqchi tumanidagi safarlarimizni davom ettirib, endi biz bilan hamkorlikda mana 2-yil o'zlari makajo'xorilarimizni katta maydonda ekib sinagan chorvador fermer akamizni og'ilxonalariga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum Umarjon aka. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Bu yerga bizni Liliya F1 makajo'xori duragayimizni siloslari bosilgan. Ichkarida chorva qoramollar turibdi. Hozir bu yilgi nimalar? G'unojinlar deymiz. G'unojinlar. Ha, demak g'unojinlar ko'payish arafasida hozir. Demak, sut yo'nalishiga o'tish bo'lyapti-da sizlarda hozir. Sutga o'tish bo'lyapti bizda. Oldin bo'rdoqchilik bo'larmidi ko'proq? Oldin buqa boqilardi faqat. O'tgan yil demak kelganimizda ichkari to'la buqa edi. Mana bu yil endi sut yo'nalishiga o'tishyapti. Endi oz emas, ko'p emas, qarib 50 gektarga yaqin bizning makajo'xorimizdan ekdinglar, o'zingizlar ko'rdinglar. Mana shu dalamizda shu yerda sinov jarayonlari amalga oshirilgan 3 yil oldin. O'zlari bu yerda ekib, boshqa firmalar bilan solishtirib, taqqoslab, undan keyin mana shu Liliya makajo'xori duragayimizga to'xtamga kelishgan. Endi tanlovning asosiy sababi nima bo'ldi? Tanlov qilish sababi shu siloslarni bizga o'tgan yilgi egilgan navni ko'rdik, turistik bilan solishtirdik. Hamma tomonlar qulay keldi. Doni ham o'ziga qaraganda ko'p, boshqa siloslarga qaraganda. Demak, donliroq, demak kilokaloriyasi ko'p, oziqa birligi ko'proq. Molga ham misol hali 2 tog'ora o'rniga 1 tog'ora solsangiz, to'g'ri kelib ketaveradi. Bu narsani qorin kaloriyasi bor-da, shunga yarasha. Bu narsani siz shu qo'shni fermer akamiz bundan oldingi videolar lavhada ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Azizbek aka bilan demak sizlar hamkorlikda shu qo'shni fermer birga yonma-yon ekilgan. Shu sinov jarayonlarida Azizbek akam o'zlari olib ekib natijasini sizlar bilan demak bo'lishgan. Yaxshi dedi, shuning sababli o'zimiz ham borib ko'rganmiz uni. Bu yil 50 gektar maydonga ekildi. Bu yil 50 gektar ekdik. 50 gektar maydonga ekildi. Endi asosiy katta maydonni o'zingizlar sotdinglar, silos degan. Endi o'rtacha silos mana shu gektar hisobida necha tonnadan to'g'ri keldi? Endi hamma yer har xil. To'g'ri, balki ba'zi yerlaringizda o'zimiz kelib ko'rdik, videolar ham qildik. Endi mahsuldorligi 70 dan oshiqligi o'sha paytda ham aniq edi. Endi eng pastini, eng balandini aytib ketsangiz. Bizda endi yerda har xil yerlar bor, necha pastroq yerlar bor. Bonitet bali pastroq. Biz bitta yerimizda shu 53 tonna berdi. Balati shu 70 ga bordi-da. Baland joylari 70 tonnadan. 70 tonnaga ham bordi. Keyin bu yil ekish vaqtida ko'p o'sha syomkada o'sha video lavha tayyorlaganmiz, hurmatli kuzatuvchilar. Bundan oldin ham video lavha tayyorlaganmiz. Bu demak o'sha dala maydonidan u yerda syomkada demak xatoliklar bo'lganini ko'rsatgan. Ekishda juda tig'iz ekilgan ekan. 5 santimetrdan urug'i orasi. Kalta ekilib qoldi. Shu sababli necha bu yerlarda shunaqa bitta hektar agrotexnikaga ishlov ham xato bo'lib qoldi. Kamchiliklar kuzatilgan. Endi xudo xolasa bu yil yana ham xudo xolasa kuchaytiramiz. Kamchiliklar to'g'ri. Endi o'tgan yilga berayotgan o'sha silosingizni o'zingiz yaxshi bilasiz, qancha masalan bitta qorabosh molga necha kilogramm silos berardingiz? Bundan hozir necha kilogramm silos beryapsiz? Molga endi 3 mahal berardik.
normalni bo'lardi. Hozir bundan 2 mahal beryapti, shunda ham o'sha aytgan narsamizni topyapmiz-da. Ha, demak bir mahal foydaga qolyapti. Foydaga qolyapti o't. Ha. Demak 3 mahal emas, bunda 2 mahal. 2 mahal solinyapti, yaxshi. Buni endi o'z chorva bilan shug'ullanadigan dehqonlarimiz o'zlari hisob kitobini chiqarib olishadi. Demak, bir mahalga qanchadan bir qorabosh molga necha kilogrammdan silyos berishlarini, demak 3 mahaldan 2 mahalga tushgan, demak bir mahali foydaga qolyapti. Ana. Lekin qoramol demak ozib ketmayapti. Ozib ketmaydi. O'ziga yaxshi olyapti, yetarli bo'lyapti-da shu 2 tog'ora. Agar 3 tog'ora ham berib ko'rdik, o'ziga kerak emas. Qoladi, oxirida qolib ketadi. Shunga 2 tog'ora qilib qo'ydik, hozir normalni. 2 tog'ora demak 2 mahalga, bir tog'oradan. Bir tog'oradan 2 tog'ora. Hurmatli kuzatuvchilar, mana silyosni yaqinroq ko'rsatadigan bo'lsak, mana ishlari endi mana donlarini yaqinlashtirib ko'rsatsak, mana. Mana bu donlar ko'pchilik o'ylaydi, mana bu donlar bo'lsa, maydalanmagan bo'lsa, haligi axlatidan butun o'tib ketib qoladi, foydasi yo'q deyshadi-da. Endi buni sut mum pishish fazasida o'rilganda, mana bu holatda o'rilgan, mana juda yumshoq bo'lib turibdi bu. Bu holatda bo'lsa, bu molga demak tanasiga yuqadi, ya'ni hazm bo'ladi. Bemalol molda endi axlatini ko'rsatishni marog'i, molda axlatida bironta bir makkani butun holati o'tgani yo'q. O'tgani yo'q makka. O'tganda mana shu общий fonda bitta uzoqroqdan ko'rsatib beramiz hozir. Agar qush bilan to'lib ketgan bo'lardi. Hozir sababi qushlarga ham boshqa joyda don yo'q, kelib darrov buni nima qilgan bo'lardi. Mana bemalol ko'rishimiz mumkin. Mana juda ham shu sut mum pish fazasida o'rilgan makka jo'xori mana. Mana donlari. Demak, hamma texnikalar o'zlarida bor. Akalarimizda o'zlari shu o'rish texnikalari hammasi o'zlariga edi, to'g'rimi? Mana o'zlariniki. Mana donlarni ko'radigan bo'lsak, asos sut pish fazasida o'rilgan. Bemalol tavsiya qilsak bo'ladimi? Chorvador dehqonlarimizga hammaga ham tavsiya qilib qolamiz, yaxshi navaga. Shunda eksa sotishga ham qulay ekan, molga berishga ham har tomonlama qulay taraf bor ekan-da. Necha qimmatroq sotsangiz ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Sababi mana ichini ko'rib turibsizlar, donni, hech to'la don. Bu don hazm bo'ladigan don, hazm bo'lmaydigan don emas, hazm bo'ladigan don bu. Mana hidi ham aytganingizdek, haligi nimani hidi keladi-da mana. Nonni hidi. Non dediga turay. Mana. Mana silyos mana. Donni qarang, ichidagi donni. Mana. Aytganingizdek, haqiqatan hidi ham juda nonni hidiga o'xshab kelib turibdi. Mana hurmatli dehqonlar, tavsiya qilib qolamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Mana bu dehqonimizni shuncha mehnatiga bittadan like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Ojon aka, sizga katta rahmat. Doim baraka bersin. Chorvalaringizga ham, dehqonchiligingizga ham doim baraka bersin. Rahmat aka, aytganingiz kelsin.